bir muslima ayolni ibratlik hayotida bo'lgan bir o'tmishini aytib beraman. Bu narsa albatta har bir qiz farzand tarbiya qilayotgan ota uchun havas qilishlikka arzigulik voqea. Har bir uylanadigan yigitlar mana shunday ayolni juft qilishligini orzu qiladi. Qanday ayolni? Quyida mana shu ayolni boshdan bo'lib o'tgan, hayotda bundan ortiq narsa bizga kerak emas bo'lgan bir qissani bayon qilib beradilar. Alloh biron bir bandasini o'ziga yaqin, mahbub banda bo'lishligini istasa, Alloh unga sinov beradi. Turli xil sinovlar beradi. Yoki musibatlar beradi. Banda mana shu sinovlardan, mana shu musibatlardan har doimgidan ham ko'proq Allohga iltijo qilib, duo qilib, yig'lab Allohning muhabbatini qalbida his qiladi. Alloh ba'zi bandalariga hech qanday sinov bermasdan, musibat bermasdan o'zini mahbub bandasi qilib oladi. Ishlarni gohida o'xshamasligi, do'stdan peshona kelmasligi, xotindan peshona kelmasligi, farzandlarning gapga kirmasligi, mana bu narsalarning hammasi Alloh taoloni bizga bergan imtihoniki, buni orqasida Allohga bo'lgan ulkan muhabbatning soyasi turibdi. Agar mana shu kamchiliklarga, hayotdagi shu qiyinchiliklarga, yo onasi bir og'ir dardga chalingan, yo xotini dardga chalingan, yo qizi bir og'ir dardga chalingan, dunyoni kezmagan joyi hisobda qolmadi desa bo'ladi. Dardning davosini izlab o'tadi. Bular hammasi Allohning fazli. Mana shuning orqasida Alloh o'ziga bo'lgan muhabbatni o'sha bandasining qalbiga solishni xohlab turibdi. Alloh taolo o'zi yaxshi ko'rgan bandasiga qiyamul layl ne'matini, ilhomini berib qo'yar ekan. Alloh taolo bandasiga qiyamul layl, tunda uyg'onib namoz o'qish ne'matini berib qo'yar ekan. Alloh taolo agar bizga muhabbatni, qalbimizga o'ziga bo'lgan muhabbatni solishni xohlasa, qalbimizga mana shu qiyamul laylning mazasini solib qo'yar ekan. Hojdadan o'tkazib qo'ysin. Namoz o'qishni boshladim, qalbimga bir sakina, bir orom, xotirjamlik kirdi deyapti. Men bu xotirjamlikni namoz o'qishdan avval hech ham totmaganman. Qalbimda bir xotirjamlik paydo bo'ldi deydi. Mana shu xotirjamlikni qumsab, mana shu sakinani qumsab men namozga astoydil bo'la boshladim. Va alhamdulillah namozda shundoq bir dildan gaplashadigan, birovga aytmagan sirlaringizni aytadigan, faqat Alloh bilan o'ziz yolg'iz bog'lanadigan ne'matni qo'lga kiritib oldim deydi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Alloh taoloning arqonini mahkam tutinglar degan oyatga binoan mana shu arqonni men qiyamul layldan topdim deyaptilar. O'sha lazzatni boshqa narsadan topolmadim. Bu lazzat mening butun dunyoyimni o'zgartirib yubordi deydi. Ya'ni qiyamul laylni mazasini his qilib qoldilar. Chin oshiqlar uxlamaydi. Kim nimaga oshiq bo'lsa, uxlolmaydi. Bu muslima qardoshimizning muhabbati Allohga bog'langani uchun endi bu hamma uxlagan soatni, tunni Alloh bilan bo'ladigan muomalatni kutib
tunda ko'zlaridan uyqulari qochdi. Bular tunni kutadilar, oshiqlar. Birovga dardingizni aytsangiz qochadi. Birovga dardingizni aytsangiz, gapni qisqa qilib tezroq tugatsa-ya, tezroq ketsa-ya deydi. Ammo dardingizni Allohga aytsangiz, qancha ko'p dardingizni aytsangiz, shuncha yaqin bo'lasiz. Birovga dardingizni aytsangiz yengil tortmaysiz. Allohga dardingizni aytsangiz yengil tortasiz. Chunki buni yechimini Alloh beradi-da. Ya Rabbim, Rasulullohni tushimga kirg'iz. Ya Rabbim, yo'q deganda u zot bilan qalban suhbatlashish ne'matini bergin. Qalban suhbatlashish ne'mati qanaqa bo'ladi bilasizmi? O'yg'oq bo'lasiz, lekin ko'zingizni yumib, qo'lingizni ochib, ya Rasululloh, ya Rasululloh, Allohning oldida meni do'zax o'tidan saqlab beruvchi shafoatchi bo'lib bering. Ya Rasululloh, sizni sunnatlaringiz bilan yashash ne'matini Allohdan so'rab bering. Ya Rasululloh, qiyomatda meni ummatim deb taning. Qalban suhbatlashish shunaqa bo'ladi. Mana bu suhbatni mazasini his qilib olasiz. Qo'lingizni ochib, ko'zingizni yumib, bu faqat qiyamul laylda bo'ladi aslar. Kunduzi bo'lmaydi bu narsa. Tunda bo'ladi. Tunda bo'ladi bu ne'mat. Tunda ko'zingizni yumib dildan suhbatlashishni mazasini faqat tunda topasiz. Har kun tahajjud namozini o'qib yotar edim. Bir kun kichik farzandim betob bo'lib qoldilar deydi. Men duo qilib, "Ya Robbim, meni tahajjudga uyg'otgin" deb uyquga ketdim. Soat 2-3lar atrofida farzandim biroz alaqsiradi. Tush ko'rdim. Tushimda eshigim tagida bir savlatlik bir soyani ko'rdim va uning ikki chekkasida ikkita insonni ham ko'rdim. Odam shakliga o'xshagan yana bir ikki kishini ko'rdim. Va ular menga tur tahajjudni o'qi dedi. Mana bu so'zni 3 marotaba aytdi. Tur tahajjudni o'qi. Tur tahajjudni o'qi dedi. Men bu oldinglarda turgan soya kimniki deb so'radim deydilar. Ular aytishdiki, bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning soyalari dedi. Men uyg'onib ketdim. Alhamdulillah. Alhamdulillah tahajjudga turdim. Darhol borib tahorat qilib tahajjud namozini boshladim-da, odatda tahajjud namozini o'qigandan keyin uzoq duo qilar edim. Uzoq duo qilar edim, lekin mana shu safar tahajjud namozini o'qidim, duoni qisqa qilib uyquga shoshyapman. Boyagi tushimda ko'rgan soyani, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning soyalarini ko'rdim. Endi o'zlarini ko'rishlikka oshiqib uyquga shoshdim deydilar. Afsuski o'sha kuni Rasulullohni tushimda ko'rmadim. Yana ko'p vaqtlar o'tdi. Ko'p duolar qildim, yig'ladim, lekin u zotni ko'ra olmadim. Faqat soyasini ko'rdim. Rasulullohni qaysi sunnatini qila olmayapman ekan? Qaysi yaxshi ishlarni tark qilyapman ekan? Nima uchun Rasulullohni ko'ra olmayapman deyman. Yig'layman, duo qilaman. Bir kun payshanbadan jumaga o'tar kechasi edi. Yana namoz o'qidim. Namozimda shunday bir niyatni qo'ydimki, faqat istagim Rasulullohni ko'rish edi. Faqat Rasulullohni ko'rsam deb namoz o'qib duo qildim. Va uyquga yotdim. Tahajjudni niyat qilib yotdim. Tahajjud soati ekan, yana tushimga haligi soya keldi deydi. Yana ikki yonida ikkita bahaybat, bo'ylari novcha yana bir ikkita kishi turibdi. Yana haligi soya keldida, tur tahajjudni o'qi dedi. Men yana so'radim. Bu soya Rasulullohnikimi dedim. Ular aytdilar, ha Rasulullohniki dedi.
men Rasulullohni ko'rishni xohlayman desam, haligi soyani chekkasida turgan, Rasulullohning soyasini chekkasida turgan ikkita kishi menga qarab aytdiki, sen onangni rozi qilmasang Rasulullohni ko'ra olmaysan dedi. Mana shu payt soat 2-3 lar ekan. Soatni qaramayman, darhol turib onamga qo'ng'iroq qildim. Onajon, mendan norizomidingiz? Qayerda sizni dilingizni og'rituvdim? Qayerda mendan xafa bo'lgan edingiz? Onam qo'rqib ketdi. Yarim kechasi dabdurustdan telefon qilib, onajon mendan rozi bo'ling. Hozir tushimda Rasulullohning soyalarini ko'rdim. Onangni rozi qilmasang Rasulullohni ko'rmaysan dedi. Mendan rozi bo'ling onajon dedi. Mingdan ming roziman. Mingdan ming roziman qizim dedi. Men tahorat qildim, tahajjud namozimni o'qidim. Yana har doimgidek uzoqdan uzoq duo qilardim. Yana duoni qisqa qildimda uyquga oshiqdim. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni shunda ko'rdim. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tushimda ko'rdim. Alhamdulillah. Mana bu bir mu'mina ayolni, birovning mu'mina jufti halolini, baxtiyor farzandlarning onasini boshidan bu o'tgan voqea. Azizlar, hammamiz kunduzi turli xil odamlar bilan gaplashamiz. Turli xil odamlar bilan yuramiz. Tunda eng sokin soatda, tinch uxlaydigan paytda qo'ynimizda yotgan, oldimizda yotgan ayolning namozi bormi? Tahorati bormi? Oldimizda yotgan ayol Rasulullohni taniydimi? Farzandlarimizni onasi biron marta "Ya Allohim, ya Robbim Rasulullohni meni tushimga kirgizgin" deb duo qilgan ayolmi oldimizda yotgan ayol? Yo bir dunyo parast, ertayu kech faqat dunyo istagida bo'lgan, erni xizmati yu farzandlarini tarbiyasidan g'aflatda bo'lgan ayolmi qo'ynimizda yotgan ayol? Qanaqa ayol bilan o'tyapti umrimiz? Yomon fe'illik, yomon xulqlik, tili uzun, g'iybatchi, hasadchi bir ayolmi qo'ynimizda yotgan ayol? Yoki tunda biz ishdan charchab kelgan paytimizda turib tahorat qilib qiyamul layl qiladigan ayolmi? Alloh taolo duo qabul qiladigan soatida, duo qabul bo'ladigan makonda turibmiz. Alloh hammamizni, ayollarimizni tunda 10 daqiqa, 15 daqiqaga oldimizdan uzib qo'ysin ilohim. Oldimizdan uzib qo'ysin. Bu degani turib tahorat qilib 2 rakat tahajjud namozini o'qib qo'lini ochib ota-onasini haqqiga duo qiladigan, erini haqqiga duo qiladigan, farzandlarini haqqiga duo qiladigan, Rasulullohni ko'rishlik ishtiyoqida bo'lib, Rasulullohga oshiq bo'lgan ayollar bilan yashashni Alloh nasib qilsin. Asta boqsam, ko'zlarim ochib, qarshimda tursalar, ziyo nur sochib, qalbimdan shaytonning fitnasi qochib, sarvari olamni tushimda ko'rsam. Yig'ladim ko'zlarda shoshqator yoshim, yetkazdi shu ulug' kunga bardoshim. Jannatda bo'lsalar edi safdoshim, sarvari olamni tushimda ko'rsam. Shudur har kechadan ulug'roq kecha, payg'ambarim dunyoni ilk ko'rgan kecha. Shu kunni intizor kutganlar necha, sarvari olamni tushimda ko'rsam. Allohga shukrlar qilaman men ham, u zotni eslasam ko'zlarimda nam. Har tunda tilayman
Allohdan men ham sarvar olamni tushimda ko'rsam. Qani endi mana shu uyqu, mana shu yumilgan ko'z mangu yumilsa, qani endi Rasulullohni ko'rgan kechamdan tongni ko'rmasam, qani u zotni ko'rgan kecham hayotimdagi eng oxirgi kecham bo'lsa, qani mana shu kechani tongiga turmasam deb duo qildim.